Bu joylar fillar qabriston deyilar ekan. Buning sababi qanot. Mana prosta bomba. Ichkilar yashaydi. Sayohatni ko'paytirishni boshladim. Mashalloh, mana buni qarang. Oy. Ketdikmi? Yigitlar masal aka. Oy, qanot. Ana. Tabiatga gap yo'q. Prosta bomba. Mana buni qaranglar, mana buni. Voy. Mana bunga nima deysan? Ichkilar yashaydi. Mashalloh, mana buni qaranglar. Shaklini. Bu sun'iy ravishda qilinmagan. O'zi tabiiy shunday ekan. Mana buni qaranglar. Bu joylar fillar qabriston deyilar ekan. Buning sababi shu qurigan shoxlar, ya'ni daraxtlar, yiqilib tushgan daraxtlar suyak shaklini berar ekan, ya'ni filning suyagini. Ajoyib joylar bor ekan lekin. Shunaqa gaplar. Xudo xohlasa endi sayohatni ko'paytirishni boshladim. Ya'ni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Ko'p joylarni kashf etishni, ya'ni sayohat qilishni maqsad qilib qo'ydim. Ana ajal og'zi.